Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Viniciusni bir zarba bilan ag'dargan Husanovga ekspertlar dahshatli ball berdi. Manchester City UEFA Chempionlar Ligasining 1/8 finali javob uchrashuvida ham Realga bas kela olmadi. Vinicius Juniorning 2 goliga Erling Haaland bir bor javob qaytara oldi xolos. Etihad Arenada 2-1 hisobida zafar quchgan madridliklar musobaqaning keyingi bosqichiga yo'l oldi. Abduqodir Husanov bu uchrashuvni to'liq o'tkazdi va Real futbolchilariga qarshi himoyada eng zo'r o'ynagan futbolchi bo'ldi. 22 yoshli markaziy himoyachi 45-daqiqada Vinicius Juniorni juda qattiq kutib oldi va qo'polligi uchun sariq kartochka bilan ogohlantirildi. Husanov tomonidan himoyadagi ajoyib o'yin uning tezligi Realning bir necha hujumlarini to'xtatdi va zarur paytlarda yakka kurashlarda kuchini ham ko'rsata oldi. Abduqodir Liga Kubogi doirasida Arsenalga qarshi o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushishi kerak. Husanov ekspertlar tomonidan eng baland 9 ballga loyiq topildi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.